Assalomu alaykum. Biz sizlar bilan bu videoda 2026-yildagi daromadli, eng zo'r daromadli 7 ta kasb haqida gaplashamiz. Menimcha bu video sizga juda ham foydali bo'ladi. Agar siz men nima qilsam ekan, qanday ish bilan shug'ullansam ekan, yana qo'shimcha qanday daromad topsam ekan, yana qo'shimcha qanday pul topsam ekan deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Yaxshilab joylashib oling. Agarda kerakli insightlarni esingizda yaxshi saqlab qolish uchun esa albatta daftar, ruchkani ham unutmasligingizni maslahat beraman. Kofelaringizni damlab ham eshitsangiz bo'ladi, lekin bu video siz uchun menimcha hayotingizni o'zgartirishga eng birinchi qadamlardan bittasi bo'lishiga ishonaman. Keling, men o'zim haqimda qisqacha tanishtirib ketsam. Mening ismim Yulduzxon Sherdimetova. 5 yillik tajribaga ega Instagramda blog rivojlantirish va biznes egasi sifatida, tadbirkor ayol sifatida blog rivojlantirib kelmoqdaman. Hozirda Instagramimda 150 mingga yaqin auditoriya, YouTube'imda albatta juda ham kam auditoriya bor, lekin uni rivojlantirish niyatim bor. 2026-yildagi maqsadim YouTube'ni 100 ming auditoriyaga rivojlantirish va agarda siz ham meni videolarim yoqsa, podpiska bo'lib qo'yib buni qo'llab ketsangiz, yana ham xursand bo'lar edim. Video yoqsa esa albatta video oxirida komment va layklaringizni ham kutib qolaman. Keling endi asosiy mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni 2026-yilda ko'p daromad topmoqchi bo'lsangiz, yana ham ko'proq pul topmoqchi bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladigan 7 ta kasb haqida aytib beraman. Bulardan ichida balki bittasi, balki 2-3 tasidan ham bemalol ishlab daromad topishingiz mumkin. Chunki u kasblarning hech qaysi biriga sizga birorta joyga borish yoki bo'lmasam ofis olish yoki bo'lmasam ishga kirish shart emas. Hattoki hujjat ham kerak emas. Buning uchun sizga bitta telefonni o'zi bo'lsa yetarli. Xo'p, demak, unday bo'lsa ketdik. Oxirigacha eshitsangiz 7 ta kasbni hammasi haqida bilib olasiz va o'zingiz uchun mana shu kasblardan bittasini yoki bir nechtasini tanlab daromad topishni boshlashingiz mumkin. Birinchi kasb bu AI, ya'ni sun'iy intellekt hisoblanadi. Bugungi kunda neyrosetlar juda ham ko'paymoqda. Neyrosetlar orqali yaxshi daromad topish mumkin. Men albatta bu sun'iy intellektlar haqida alohida videolar chiqaraman, lekin hozirda aytmoqchi bo'lganim, sun'iy intellekt orqali daromad topish kasbi bu bugungi kunda juda ham zo'r yo'nalishlardan bittasi. Bunda sizga bitta kamera bor telefon yoki kamerasi yo'q bo'lsa ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Umuman olganda zamonaviy Android yoki iPhone iOS versiyasidagi telefonlardan bittasi bo'lsa yetarli. Siz har xil sun'iy intellekt programmalari orqali video yasash, foto yasash, turli xildagi kartochkalar yaratish yoki bo'lmasam hattoki matnlar, ssenariylar yozish, turli xildagi biznes egalari yoki blog egalari yoki YouTube hattoki berlar uchun yoki bo'lmasam turli xildagi Telegram kanallarining yurituvchilar uchun umuman olganda mana shu zamonaviy sohalarda yurgan insonlar bilan ishlab yoki o'zingiz alohida sun'iy intellekt orqali blog rivojlantirib, hattoki YouTube rivojlantirib yoki bo'lmasam Instagram, TikTok orqali yoki Telegram orqali ham hattoki daromad topishingiz mumkin. Keling, oddiygina misollar keltirib o'taman. Hozirgi kunda Instagramda ham hattoki sun'iy intellekt orqali o'zingiz chiqmasdan boshqa insonlarni o'sha AI, sun'iy intellekt insonlarni blogga olib chiqib, blog rivojlantirayotganlar bor. Misol uchun yaqindagina mana 2026-yil kirib kelayotgan paytni o'zida bitta blog chiqdi, bu Rossiyada. Bu blogda Snegurishka obrazida bitta qiz blogger bo'lib chiqadi va u yerda ashula aytadi. Примерно shu ashula. Ko'rib turganingizdek, bu menimcha ko'pchilik ko'rdi, chunki bu mirovoy trendga aylanib ketdi. Hattoki video o'sha muzikani o'zini ham sun'iy intellektda yaratilgan va mana shu muzikani o'zi trendga aylanib ketdi. Siz ham xuddi shunday o'zingizni, blogingizni yaratishingiz, sun'iy intellekt orqali yaratishingiz va bu orqali daromad topishni boshlashingiz mumkin. Siz o'ylashingiz mumkin, sun'iy intellekt blog menga qanday daromad olib keladi? Birinchisi bu reklama, ikkinchisi siz sun'iy intellektdagi o'sha profilingizni o'zida har xil kurslar chiqarishingiz, sun'iy intellektda blog rivojlantirishni o'rgatishingiz. Xullas, buni albatta siz daromad manbayingiz sifatida turli xil ko'rinishda kiritishingiz mumkin.
Bu yo'nalishlar hozirgi kunda ham aktual. Men o'zim misol uchun 3-4 yil oldin shu yo'nalishda klientlar bilan ishlab, mijozlar bilan ishlab daromad topgan bo'lsam, lekin o'ylardim, balki bir kun kelib bu yo'nalishlar aktual emas bo'lib qolsa kerak degandim, lekin afsuski unday emas. Bugungi kunda onlayn rivojlanmoqda, onlayn bizneslar rivojlanmoqda. Misol uchun blogini rivojlantirmoqchi bo'lgan ekspertlar ham ko'paymoqda va bu orqali daromad topish ham albatta mumkin. Ya'ni siz ham SMM bo'lasizmi, mobilograf bo'lasizmi yoki stories maker bo'lasizmi, farqi yo'q. Ya'ni ssenarist bo'lishingiz mumkin, balki reels maker, content creator bo'lishingiz mumkin, marketolog bo'lishingiz mumkin, lekin siz eng to'g'ri qaror bo'ladi agarda sizda bitta yoki ikkita mijoz bor, lekin ulardan doimiy daromad manbai qilib tursangiz. Albatta sizda agar hozirda deylik tajriba kam bo'ladigan bo'lsa, siz endi ish boshlagan bo'lsangiz, bu sohada bittada katta daromad qilmasligingiz mumkin. Chunki tajriba kamligi, misol uchun boshqa biznes egalari ham tajribasi yo'q, tajribasi kam bo'lgan mutaxassislar bilan ishlashni xohlamaydi. Ammo agar siz tajriba to'playdigan bo'lsangiz, yaxshi o'zingizni ustida ishlaydigan ekspertga aylansangiz, ya'ni shu sohani mutaxassisiga aylansangiz, siz keyinchalik daromadingizni doimiy o'stirib borishingiz mumkin. Bir nechta mijozlar bilan bir vaqtni o'zida ishlab turib, yaxshi daromad topsa bo'ladigan kasblarning bittasi. Undan tashqari doimiy ishingizga umuman xalaqit bermaydi. Deylik, o'qishingiz mumkin, deylik, siz davlat ishida ishlashingiz mumkin yoki uyda o'tirgan dekretdagi ona bo'lasizmi, farqi yo'q. Bu sohada eng asosiysi iloji boricha zamonaviy kasblarni va hozirgi kundagi trendlarni, hozirgi kunda blog qanday rivojlantiradi, onlayn qanday rivojlantirishi bo'yicha yaxshi bilimga ega bo'lishingizni tavsiya qilaman. Iloji bo'lsa, bu bo'yicha yaxshi ekspertlarda onlayn kurslarda o'qib olishingizni ham maslahat bergan bo'lardim. Ko'pchilik deylik mustaqil o'rganadi, bu ham yaxshi, lekin baribir kursda o'qisangiz siz ichiga kirib borasiz va ko'proq informatsiyaga ega bo'lib, yaxshi mutaxassisga aylanishingiz mumkin. Bu sohada ham daromadni topishni o'zingizga 2026-yilda qo'shimcha daromad manbaiga kiritishingizni tavsiya qilaman. Ikkinchi yo'nalishni ko'rib chiqdik. Sizlar bilan endi 3-yo'nalishimiz bu ekspertlik blog yo'nalishi hisoblanadi. Ya'ni siz bo'lishingiz mumkin psixolog, til mutaxassisi deylik, rus tili, ingliz tili, balki coach bo'lishingiz mumkin, balki dietolog bo'lishingiz mumkin, stilist bo'lishingiz mumkin. Farqi yo'q. Qaysi yo'nalishda ekspert bo'lsangiz, ya'ni o'zingiz asosiy yo'nalishingiz bor va u orqali yana ham ko'proq daromad topishni xohlasangiz, unda ekspertlik blogini rivojlantiring, ya'ni shaxsiy brend quring va shaxsiy brendingiz orqali konsultatsiya, kurs, qo'shimcha yana mijozlar bilan ishlab yoki o'zingizning cheklaringizni ko'tarib, cheklaringizni, ya'ni narxini ko'tarib turib, yaxshiroq daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Misol uchun deylik, oddiy misol, Instagramni rivojlantirmaydigan stilistlar deylik ko'chada o'zini blogi siz ishlaganida oddiy sochni 100 mingga qilishi mumkin. Lekin agar u Instagramni rivojlantirib, mijozlarni ko'proq qilsa, unda u bemalol chekini 2 baravar qo'shishi mumkin. 200 ming yoki 300 mingga hattoki sochni bo'yab berishi yoki sochini turmaklab berishi mumkin. Nimaga? Chunki mijozlar Instagramda ko'rib, uni ishini yaxshi ekanligini, sifatini ko'rsa va ya'ni uni shaxsiy brendi yana ham ko'tarilsa, o'sha insonga ko'proq to'lashga rozi bo'ladi. Yoki bo'lmasa psixolog, prosta qayerdadir ishlab, o'ziga ko'chadan sarafan radio bilan kimlardandir eshitib kelgan mijozlar deylik soatiga 100 ming, 200 ming to'laydigan bo'lsa, endi o'zi aslida har xil, kimlardir 500 mingga, kimlardir 1 millionga qilishi mumkin, lekin agar siz shaxsiy brendingizni kuchli qurib, insonlarni Instagram orqali qiziqtiradigan bo'lsangiz, siz kamida $100 dan $200-300 hattoki konsultatsiyaga mijozlar olishingiz mumkin. Ya'ni psixologlar ham hatto shunaqa ko'rinishda konsultatsiyalariga o'zining shaxsiy brendini qurish orqali ko'proq mijoz jalb qilib, ko'proq daromad qilishi mumkin. Bu narsa boshqa mutaxassislarda ham bir xil ishlaydi. Prosta bizda nima bo'lgan? Ekspertlik ekspert yaxshi, tajribasi bor, deylik, massajist bo'lishi mumkin, deylik, bu defektolog, deylik, logoped bo'lishi ham mumkin. Hozir endi ekspertlik yo'nalishlari juda ko'p. Men hammasini sanab o'ta olmayman bitta videoda, lekin o'zini kasbida zo'r tajribasi bor, zo'r bilimi bor, zo'r natijalari bor, lekin o'zini blogini rivojlantirmaganligi uchun ham kichkina summa daromadga qarab qo'ygan. Lekin siz buni bemalol katta summaga aynan blogingizni, onlayn blogingizni rivojlantirish orqali, ne только Instagram, YouTube, TikToklar, Telegramda ham blogingizni rivojlantirib turib, daromadingizni yana ham 2026-yilda oshirishingiz mumkin.
Hattoki zapus qilishingiz ham mumkin. Ya'ni o'zingizni bilimingizni sotib ham bu bo'yicha endi alohida kasb qilib ko'rsatib o'tganman. Shuning uchun 4-kasbni bu bilim sotishni ko'rib o'tamiz. Ya'ni bilim sotish degani nima? Bilim sotish bu sizni o'sha yo'nalishingizdagi bor bilimingizni insonlarga pulli onlayn kurslar ko'rinishida berishingiz mumkin. Nimaga bu narsa zapusk o'zi juda ham yaxshi deb hisoblayman. Men o'zim shaxsiy fikrim, endi kimlardir zapusk yomon, bu odamlarning pulini olish, bu odamlarni aldash deb aytadi, lekin men bu fikrga umuman qo'shilmayman. Zapusk nima uchun yaxshi? Misol uchun bitta insonni 5 yil ketgan umrini siz bitta kursda olishingiz mumkin. Deylik, to'g'ri ovqatlanish yoki masalan to'g'ri ozish bo'yicha bitta inson 1 yil davomida turli xil metodlarni ishlatib, o'ziga natija bittasida yaxshi chiqqan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lekin o'sha narsaga, natijaga erishguncha u har xil metodlarni qo'llab ko'rgan. Ya'ni deylik, keto dieta qilib ko'rgan, deylik bu sport bilan birga dietani qo'shib ko'rgan yoki suv ko'proq ichib qanaqadir dieta qilib ko'rgan, har xil dietalarni qo'llab ko'rgan, lekin uni ichida bittasi eng zo'r effekt bergan bo'lishi mumkin. Va u o'sha o'zini bosib o'tgan 1 yillik mehnatini bitta kursda 1 oyda boshqalarga o'rgatishi mumkin. Va bu orqali u boshqa insonlarning umrini qisqartirib beradi. Ya'ni boshqa insonlar 1 yil, 2 yil, 10 yillab ozolmay yurgan insonlar bor, lekin o'sha o'zini tajribasini 1 oyda boshqa insonlarga o'rgatib, bu orqali yaxshi boshqalarga ham natija beradi, ham o'ziga ham daromad qiladi. Tushunyapsiz-da? Aynan zapusk nima uchun zo'r? Meni o'zimni tanishim bor edi, Sevara degan, u menda hattoki o'qigan, keyin blogini ham juda ham aktiv rivojlantirdi, o'zini ham natijasi zo'r, aynan ozish bo'yicha blogi bor va hozirgi kunda ham zapusk qilish orqali mini zapusklar qiladi, balki katta zapusklar ham qilgandir, lekin men bilmayman. Shunchaki aytmoqchi bo'lgan, mini zapusklar qilish orqali daromad topib kelmoqda va bu onlayn kurslar bo'yicha mini kurslar qilasizmi, yopiq kanallar qilasizmi, individual dars o'tasizmi, master klasslar qilasizmi yoki seminarlar qilasizmi? Bu albatta o'zingizning o'sha ekspertlik yo'nalishingizdagi qaysi manbalardan daromad qilmoqchi ekanligingizga bog'liq. Aynan shunday sizga ham maslahatim daromad qilishni boshlashingizni maslahat beraman onlayn zapusk orqali. Keyingi yo'nalishga ketdik. Bu bizda eng zo'r yo'nalishlardan bittasi oddiygina qo'lingizda bor telefondan yasash orqali xuddi sun'iy intellektlarga o'xshaydi, lekin digital mahsulotlar orqali daromad qilish. Deylik, bu qanday? Misol uchun siz birorta sohada juda ham zo'r bilimga egasiz. Bu har xil bo'lishi mumkin. Balki sizda rus tili o'qituvchisiz, sizda so'zlarni tez yodlab, rus tilida zo'r gapirib ketish bo'yicha qanaqadir checklist bo'lishi mumkin. Ya'ni siz o'sha checklistni doimiy sotuv qilishingiz mumkin yoki kitob bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa biznes egasisiz va biznes egasi sifatida siz insonlarga zo'r sotuv qilishni bilasiz. Ya'ni sizda shunaqa tajriba bor. Lekin siz o'sha tajribani boshqalarga PDF fayl ko'rinishida yoki qanaqadir shablonlar yasab yoki checklist ko'rinishida insonlarga sotishingiz mumkin. Men aytmoqchi bo'lganim, mini qanaqadir mahsulot yasab qo'ying, lekin uni doimiy sotuvga olib kelib qo'ying. Va bu orqali deylik, bu checklistingiz 99 ming turadigan bo'lsa, siz hisoblab ko'ring, 99 mingdan 10 ta odamga sotsangiz 900 ming, 100 ta odamga sotsangiz ko'ryapsiz, 100 ta odamga sotsangiz 9 million, 1000 ta odamga sotsangiz, ya'ni shunaqa bu insonlarning cho'ntagida topiladigan pulni siz o'zingizga daromad manbaiga aylantirishingiz mumkin. Agar qanaqadir o'zingizni men hattoki shunaqa bloglarni bilaman. SMM sohasida oddiy kanalni o'zini qanaqadir boyitadi, ya'ni har xil fayllar beradi, har xil chiroyli stikerlar yasash mumkin, stories makerlarda bor, Rossiyada juda keng tarqalgan va pulli ko'rinishda kanal qilib qo'yadi. Va o'sha pulli kanalni doimiy sotib boradi va doimiy sotuv asosida ko'proq daromad topish mumkin. Mana shu narsani ham agar sizda bilim, ozgina logika va ozgina vaqt ajratib shunaqa o'zingizga daromad manbai qilib digital marketing, digital mahsulotni ishlatishingiz mumkin. Keyingi yo'nalishimiz bu
Affiliate marketing. Ya'ni affiliate marketing bu nima? Bu ko'proq blogi bor, blogidan daromad topmaydigan blogerlarga ham juda ham zo'r keladi. Bu haqida menimcha alohida bitta video ham chiqarishim kerak deb o'ylayman. Chunki men hozirgi kunda ko'ryapman, O'zbekistonda ham, Rossiyada ham, boshqa sohalarda ham blog rivojlantirayotgan live blogerlar ko'paymoqda. Live blogerlarning ko'pchiligida haqiqatan profilida odam ko'paymoqda, lekin ulardan daromad yo'q. Ya'ni reklama beruvchilar deyarli yo'q, lekin doimiy kontent olib boradi. Shunaqa blogerlar katta ehtimol bilan vaqti kelib tashab qo'yadi. Nimaga? Chunki u yerda daromad kelib turmagandan keyin odamlar motivatsiya tushib ketadi. Va natijada editda tashab qo'yadi. Lekin siz bunda affiliate marketingni qo'llasangiz bo'ladi. Hali O'zbekistonda bu narsa unaqa ommalashmagan, lekin affiliate marketingni xohlasangiz umuman yangi blog boshlab turib ham qilsangiz bo'ladi. Bu birovlarni mahsulotini через ссылка havola orqali reklama qilib sotish. Xohlasangiz bunga chatbot o'ylab qo'ysangiz bo'ladi. Endi bu haqida to'liq yana boshqa video chiqaraman shekilli. Xohlasangiz profilingiz havolasiga qo'yib qo'yishingiz mumkin, xohlaganingiz storiesda qo'yib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, Uzumdagi birorta mahsulotni reklama qilasiz, o'sha mahsulot egasi, ya'ni biznes egasi bilan kelishuv qilasiz. O'sha mahsulotni siz ko'proq sotib berishga unga o'zingizni xizmatingizni tavsiya qilasiz va через havola orqali, ya'ni havolani reklama qilish orqali siz o'shandan foiz ishlashingiz bo'ladi. Uzumda bu narsa to'liq ishga tushdimi yo'qmi bilmayman, lekin meni bilishim bo'yicha hozir affiliate marketingni chet ellarda asosan Amazon, Wildberries'ga qo'llab kelishmoqda. Agar sizlarga ham shu narsa qiziq bo'lsa, xudo xolasa yangi videolarimda bu haqida to'laqonli aytishim mumkin. Keyingi yo'nalish, bizda oxirgi yo'nalish bu onlayn biznes. Onlayn biznesda tovarni biznes qilib turib yaxshi daromad topish mumkin. Tovarni biznes qilishga ko'pchilik o'ylaydi, qanaqadir katta joy kerak yoki bo'lmasam menda ko'p tovar kerak deb o'ylaydi. Aksincha xatolashasiz. Siz hattoki bitta tovar bilan ham onlayn tovar biznesini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz Instagramda, xohlasangiz Telegramda, xohlasangiz YouTube'da, xohlasangiz Uzumda chiqarishingiz ham mumkin va siz bitta mahsulotni yaxshi nishani tanlashingiz kerak bunda va o'shani doimiy reklama qilish orqali, xohlasangiz 5 ta, xohlasangiz 10 ta kichkina tovarga pul tikib ko'proq daromadga aylantirishingiz mumkin. Doimiy sotuvlar asosida. Men o'zimni Instagram blogimda undan tashqari kichkinagina reklamni pauza bu haqida men onlayn kurs chiqarganman. Ya'ni bu kurs hozir o'quvchilar o'qishmoqda. $50 dan boshlab, ya'ni 500 mingdan boshlab kichkina summa bilan 1 million atroflarida tovar olib kelib, reklama qilib, sotuv qilishni o'rgatyapman. Xudo xolasa bularni ham alohida YouTube videolarimda aytib beraman. Aytmoqchi bo'lganim, siz ham shunaqa kichkina summa bilan biznes boshlab, tovarni biznes boshlab, katta daromad sari qadam tashlasangiz bo'ladi. Bugungi ko'rib chiqadigan 7 ta yo'nalishimiz shulardan iborat edi. Menimcha sizga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar siz ham qaysi yo'nalishda ishlasam ekan, qaysi yo'nalishda yana ham ko'proq pul topsam ekan deb yurgan bo'lsangiz, mana shu 7 ta yo'nalishning hammasi har qanday kasbdagi egaga to'g'ri keladi, har qanday insonga to'g'ri keladi. Dekretdagi onami, davlat ishidagi insonmi yoki o'zining asosiy ishi bor, yana qo'shimcha ish qilmoqchi bo'lgan, SMM mutaxassisi bo'ladimi, farqi yo'q. Agarda sizga to'g'ri keladigan bittasi yoki ikkitasi chiqqan bo'lsa, обязательно kommentariyda yozib keting. Boshida aytganimdek, bunday videolar endi blogimda ko'p bo'ladi. Obunangizni kutib qolaman. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.